Agar o'zim bilgan yo'ldan ketgan bo'lganimda hozir zo'r biznes lady bo'lgan bo'lar edim. Voy, mana marojnalarning ko'pligini. Ta'mi ham mazza bo'lsa kerak. Qo'limdan mash changlatib tushmaganiga qaraganda shu ustozimga ishonib. Nima? Mana marojnalarimiz mazza bo'lsa kerak deyapman-da, changlarda deyapman. Ha, men yeganman. Men gapimga ishonavering. Klientlarimiz o'zi bilishadi qaysi biri qanaqaligini. Siz ishingizni qiling, changlarni yaxshilab ayting. Yo'q, sizga ishonaman. Sizga ishonganim uchun mana changartar lady bo'lib, oldi bo'lib yuribman magazinda. Kechki shaharni bunday qilib videoga olmang. Kamerani ochamiz va chap tomondan ekspozitsiyani -1.7 ga tushiramiz. Kamera rejimini 2 va 4x da videoga olamiz. Menga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa natijani ko'ramiz. Sevgi kimga davomush, yana kimga yaramush, kim sadatin bildi bilmadi nima. Bo'lib ishdan faramush, qilmasang gar bir xonish, bu yurak urdi, urmadi nima. Nazira opa, telefonimni yarqisini ko'tarsam ham qorong'i bo'lib qolaveradi. Nima qilsam bo'ladi? Qarang, telefoningizni yarqisini qancha ko'tarsangiz ham, lekin ekraningiz qora. Настройки kiramiz. Универсальный доступ. Display и размер текста. Eng pastiga tushsak, понижение точки белого. Shuni o'chirib qo'yamiz. Уже yarqisi ko'tarildi. Keyingisi движение va pastga tushib, oxirgisini o'chirib qo'yamiz. Va bizda mana ekranimizning yarqisi baland. Mana shunday foydali videolar uchun menga obuna bo'ling. Voy opa, mana haligi reklama qilyapti turdilaring-ku, o'sha marojniydanmi? Trenddagi? Voy, mana shu hozir trenddagi marojniy. Ta'mi qanaqa? Ta'mi yaxshi. Mangoli, mazza zo'r, haqiqiy mangoni mazasi keladi. Yeb ko'rdingizmi? Yedim va shirin ekan. Narxi qancha? Narximi? Narxi 170 ming ekan, mayli sizga 150 mingga beramiz. Ha, bo'pti, mana olaman, rahmat. Bo'ldi, mayli, sog' bo'ling, mayli, bo'pti. Voy, rahmat, opa, katta rahmat, sog' bo'ling, mayli, rahmat. Mana aslida brendi ostida yaratilayotgan matolar mana shunday dunyoga keladi. Birovga mana yesin, bu hammasi o'zim uchun. Bularning hammasi menman. Ha, o'zi. Nazira apa bakal? Crazy. Super sock. How you go? Play life, baby. Let's play life, baby. Hey, yo, what's up? Bitta qarab bering. You wanna ride around town and break it down with me? I like your style, shorty, you're the greatest. Make you my wife, you just famous. Go, 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 go. Biz bugun syomkani tugatdik, shuncha olomon ichida. Mana. O'zim ham kiydim hattoki. Jon, kartamga 1 million tashib bering. Kamilfodan asal pinvar ko'rdim. Shuni olmoqchiman. Voy, senim to'xtang. Qanaqa so'radingiz? Zo'r, menga ham so'rab bering, ha. Shuni olmoqchiman. Arslonbek. Yo'q, unaqa so'ramaydi.
Shohsultonim, Arslonim. Kamilfoda shunaqa chiroyli pinvar ko'rdim. Pul bering, shuni olmoqchiman. Voy, shuncha yil yashab menga shunaqa qilib pul tashlamagan bu borib. To'xtang, singlim to'xtang. Yuring, o'yda orzu qilgan pijaman bor. O'shani so'rab bering, iltimos, yuring. Telefoningiz bor, lekin undan pul ishlamayapsizmi? Men sizga mobilografiya va SMMni noldan o'rgataman. Ushbu kursda siz professional darajada videoga olish, montaj sirlarini, Instagram yuritish va sotish sirlarini o'rganasiz. Eng zo'ri esa kursimiz onlayn formatda bo'lib o'tadi. Bu degani siz qayerda bo'lmang, qanday sharoitda bo'lmang, o'qish imkoniyatiga egasiz. Kursimiz hozir 50% skidkada ulgurib qoling. Darslarimiz esa 15-apreldan boshlanadi. Joylarimiz cheklangan. Qo'shimcha ma'lumot uchun direktdan murojaat qiling. Ketdingmi? 2x ta olyapsizmi? 2ga qo'yingchi. Mashhurasi qilmayapti. Deroq o'tiring. Tevaroq olmaydi. Past bo'y bilan mos qilib oladi. Ketding? Voy, surpriz degani nima ekan-a? Bilmasam, Turkiyadan bo'lsa, birorta katta gilamdir-da. Obbo, student bolaga gilam tushib qoptimi? Nima deyapsizlar? Oy podshohon. Uyat. Siz xafa bo'lib qaraysiz. Voy, Azimjon endi student bas, Azimjon. Videolaringiz million prosmotrga chiqib, 2026-yilda Instagramingiz o'sishi uchun 3 xil nastroykani o'rgataman. Instagram profilimizdan настройкаga kiramiz va bu yerdan reposты и повторное использованияni topamiz. Biroz pastroqqa tushamiz va shu belgini yoqib qo'yamiz. Keyin esa nazat qilamiz va status akkauntini topamiz. Bu yerda sizda hamma galochkalar yoniq turishi kerak. Va keyingisi качество media fayl. Bu yerdan mana shu ikkita funksiyani o'chirib qo'yishimiz kerak. O'rtadagisini esa yoqib qo'yamiz. Hoziroq ushbu nastroykani sozlab Mana oling. shunday foydali maslahatlar uchun mani profilimga obuna bo'ling va videoni saqlab oling. Bugun bizda bayram. Mana o'quvchim Muzifa qizlar ma'lumot o'rnida Qirg'izistondan kelib bizda o'qiyaptilar. Qanaqa bo'lyapti Muzifa? Zo'r. Tavsiya qilaman hammalaringizga. Qizlar mana chegaradan o'tyapsizmi? Chegara postlardan o'tib har bitta darsimga kelyaptilar. Mana ilm o'rganish shunaqa bo'ladi. Ilm uchun Qiziqsalaringiz kelaverasizlar. Qiziqsa shu kelaveradi. Harakatda hammaga. Qaranglar buni. Nima? Hadi, tezda qo'llarni yurtib ishlab. Bismillah.